Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avval o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz? Mening ismim Ekber kerim. O'zim Qashqar shahridan, uyim Olmaliq tarafda. Siz chet elga chiqqanli qanchalik bo'ldi? Men chet elga chiqqanli 3 yil bo'lay dedi. Men tunji qatim Misrga chiqqan. Misr o'qig'ili 2016-yilda 2-oy chiqqan. 2016dan 2017 6-oy qadar Misr turdim. Vatandan azarda o'qiymiz degan bilan chiqqan. 2017ga qadar uydagilar bilan aloqa bor. Yaxshi aloqa tutarotgan edim. 2017-yil 6-oyda men Turkiyaga kelib keldim. 7-oyning 5-i 2017 7-oyning 5-i Misrda Xitoy tajovuzchilarning Uyg'urlarga qarshi tutqunligi bilan u yerda qochgan, ondan qochib kelgan, Turkiyaga kelgani 1 yildan oshdi. Unda bo'lsa sizningki hozir musiqiyning yoki vatan bilan, ya'ni oilangiz bilan aloqangiz bo'ldimi? Oxir qatim o'ydilarga aloqalashgan vaqtim 2017da 4-oyning o'rtalarida bir aloqalashgan, boshqalar aloqalashmagan. U chog'da opam bilan aloqalashgan, opam dadamni ichib ketgani 14-15 kun bo'ldi degan. Shu dadamni lagerga ichib ketgan tunji kuni, shu 4-oyning 1 kuni hozir qadar hech xabar yo'q. Mana bu dadam ismi ئەكبەر kerim bultur 4-oyning 1dan hozir qadar hech bir xabar yo'q, xabar ololmadim. Qanchalik bo'ldi hozir lagerda yetayotqili? Lagerda yetayotqili 2 yilga yaqin bo'ladi. Hech bir xabar yo'q. Nima sababdan kirib oldi bu lagerga? Sababi men chet el chiqarganlik uchun, meni o'qitganlik uchun shu sababli. Undan boshqa urug' tuqqanlaringiz bormi? Urug' tuqqanlarim bor. Men 4 qarindosh, cho'ngman, qolgan 3 ukallarim bor. Bulardan bu qiz ukam ismi Oyisha, bu o'rtadagisi o'g'il ismi Abdurim. Bulardan hech bir xabar yo'q, nada nima ish qilyotdi. Uni uqmayman hozir. Ammo bu tarafdagi bir tuqqan kelimiz. Bularni bulto ekir ketgan dadasi bilan birga Lagermi, to'g'rimi? Lagerga. Mushbalnimi? Mushbal bilan dadasini. Mushbal bilan dadasini ekir ketgan. Hozir qadar hech bir xabar yo'q. Qanchalik bo'ldi bu dad bola yetayotgan lagerda? 2 yilga yaqin bo'ladi o'xshash. Sizningki oxirida mush ekran oldidagi qarindoshlaringizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Ekran oldidagi qarindoshlarimga deydigan yurak so'zim hozirgi vatanning ahvolimizga ayon, hammamizning ota-onasi, qarindosh urug' tuqqanlarimiz, ota-onalarimiz hammamizning vatan turmada lagerda bo'lishi mumkin. Hech qachon xabar ololmadimiz. Shuning uchun deydigan gapim shu guvohlikni bersanglar, balki inshaalloh guvohlikdan foydasi bo'lib qolar. Guvohlik bersanglar so'rayman. Sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin.